Prezidentni haqorat qilgan erkak 4 yilga qamaldi. Chet elda yurgan paytida ijtimoiy tarmoq orqali O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni haqorat qilgan shaxsga sud hukmi o'qildi. Qashqadaryoning Kitob tumanida tug'ilgan, hozirda Navoiy shahrida istiqomat qilayotgan A.Yu ismli shaxs shu yilning fevral oylarida Qozog'istonning Olmaota shahrida yurgan paytida sarxush holatda TikTok platformasi orqali jonli efirga chiqib, davlat rahbarining sha'ni va qadr-qimmatini kamsituvchi o'ta qo'pol, axloqsiz tarzda turli xil ko'rinishdagi uyatsiz so'zlar bilan haqorat qilgan. Chet davlatlarda bo'lish muddati tugagan A.Yu Turkiya, so'ng Ozarbayjonda bo'lib bir muddat qilmishlari unutilishini kutdi, ammo qonun ustuvor. Jazo muqarrar. Prezident davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan amalga oshirilgan tezkor tadbirlar natijasida A.Yu aprel oyida Ozarbayjonda qo'lga olindi. U O'zbekistonda yashagan vaqtlari ham o'g'rilik, bezorilik kabi jinoyatlarni sodir etgan va insonparvarlik tamoyili asosida uni axloq tuzatish bilan jazolangan edi. Sud hukmiga ko'ra, A.Yu Jinoyat kodeksining 158-moddasi 3-qismi bilan aybli deb topildi va 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi.